ustalarimiz obedga ketishgani uchun xotirjam ko'rish imkoniyatimiz bor hozir. Mana akamiz olib obed qilib kelib ko'rsatamiz. Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz Andijon shahridagi turar joy majmualaridan biridamiz. Ushbu turar joy majmuasida hozir biz bolalar o'yin maydonchasi uchun rezina qoplamalar qilib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hozir ish endi boshlangan. Nol holatida ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda endigina ish boshlangan. Ustalarimiz obedga ketishgani uchun xotirjam ko'rish imkoniyatimiz bor hozir. Yaqinroq olib keling. Umuman ish jarayonini ko'radigan bo'lsak, mana bu joyda kilay surkalgan va ko'rishimiz mumkin. Mana bu narsani rezina qoplamani qoplab qo'yilgan. Endi bu ish jarayoni qanday ketishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Oldingi videolarimizda qanday holatda kroshkalarimiz qanday bo'lishini ko'rsatgandik. Mana o'sha kroshkalarimiz. Bu kroshkalarni hozir ustalarimiz kelib bu joyga solishadi va o'zini pigmenti bo'ladi. Bu joyga olib kelib ko'rsating. O'zini kilayi va pigment rangini qo'shib turib, mana shu joyda aralashtiriladi. Bu joyda aralashtirgandan keyin kilayini surkab turib, bu joyga birma-bir choksiz yopishtirib chiqiladi. Keyingi videoda buni qanday jarayonda bo'lishini hozir obed qilib kelib ko'rsatamiz. Mana hozir ushbu aralashmamiz tayyor holatini ko'rishimiz mumkin. Bunga o'zini pigment rangidan qo'shildi, kilayidan qo'shildi va albatta kroshkamizdan qo'shildi, rezina kroshkamizdan. Aralashmada maxsus aralashtirilgandan keyin buni endi tayyor aralashmani olib oldin kilay surkab chiqiladi. Mana kilay turibdi va bu joyga yayratib yozib chiqiladi. Hozir mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Yoyilgandan keyin qo'lda tekislanadi va undan keyin mana akamiz olib tekizlab ko'radilar. Sip-silliq qilib. Va bu hali hammasi emas, bu chekka joyi bo'lgani uchun bu qoplamalarimiz choksiz bo'ladi. Mana bu tekizlab ketilyapti. Endi bundan keyin boshqa ranglari qo'yishga boshlanadi. Hozir sizlar bilan rezina qoplamalarni tayyorlanish va o'rnatish jarayonini ko'rib chiqdik. Endi esa buni tayyor holatini ko'rishimiz mumkin. Agarda sizlarga ham shunaqangi rezina qoplamalar kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostidagi nomerlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib, o'rnatib beramiz.